Verb imitative, ya'ni dativ bilan keladigan fe'llar. Ba'zi bir fe'llar borki, ulardan keyin dativ kelishi kerak. O'zi buni ma'nodan bilib olishimiz ham mumkin. Ba'zi bir holatlarda esa ma'nodan bilib bo'lmaydi. Tarjimadan uni yodlab qo'yish kerak. Misol uchun, Danken rahmat aytmoq degani. Misol uchun, men senga rahmat aytaman bo'lsa, ich danke dir. Misol uchun, für deine Hilfe. Yordaming uchun senga rahmat aytaman. Yoki boshqa fe'lni ko'rsak, antworten bu javob bermoq degani. Misol uchun, ich antworte dir später. Ya'ni senga kechroq javob beraman. Demak, bu yerda dankendan keyin dativ kelyapti, antwortendan keyin dativ kelyapti, ya'ni senga tarzida. Yoki gefallen fe'limiz bor, yoqmoq degani. Gefallendan keyin ham dativ keladi. Misol uchun, das Kleid gefällt mir. Ya'ni ko'ylak menga yoqadi yoki yoqyapti. Yoki boshqa gap tutsak, die Musik gefällt uns. Demak, ya'ni musiqa bizga yoqadi. Wir gefallen deb tuzadi o'sha ba'zi birovlar yo'q. Agar buni boshqacha qilib tuzganda ham gapni bunaqa shaklda berish kerak. Uns gefällt die Musik. Bizga musiqa yoqadi. Xo'p, endi yana ko'pchilik ikkilanadi. Bizga bo'lyapti-ku, gefallenni ko'plikda qo'yishimiz kerak. Yo'q, gefallenni qachon gefallenni yoki gefällt qilishimiz mumkin yoki gefallen qilishimiz mumkin. Qaysi holatda? Misol uchun, agar bizga yoqayotgan narsa ko'plikda bo'lsa, misol uchun, gullar menga yoqadi bo'lsa, mir gefallen die Blumen. Menga gullar yoqadi. Agar menga gul yoqadi demoqchi bo'lsak, mir gefällt die Blume. Mir gefällt die Blume. Menga gul yoqadi. Demak, gefallen bilan gefältga o'zgarishi, agar gefallendan keyin kelayotgan ot, o'sha nima sizga yoqayotgan bo'lsa, o'sha so'z pluralda bo'lsa, bu gefallenga o'zgaradi, singularda bo'lsa, bu gefältga o'zgaradi. Demak, kimga yoqayotgan bo'lsa, o'sha olmosh, ot dativga tushishi kerak. Yaxshi. Misol uchun, onamga Germaniya yoqadi demoqchi bo'lsak, meiner Mutter gefällt Deutschland. Nima uchun meiner Mutter bo'ldi? Chunki onamga bo'lyapti dativ. Xo'p, keyingi Beispiel fe'limiz gehören. Bu ham dativ talab qiladi. Misol uchun, gehören tegishli bo'lmoq degani. Das Buch gehört mir. Ya'ni kitob menga tegishli. Yoki das Auto gehört meinem Vater. Mashina otamga tegishli. Keyingi fe'limiz gratulieren. Bu tabriklamoq degani. Bu ham dativ keladi. Buni o'zbekchada tarjima qilsak, kimnidir tabriklaymiz, to'g'rimi? Seni tabriklayman, uni tabriklayman. To'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsak, uni, meni degan narsalar kuzatishga to'g'ri keladi. Lekin esda saqlashimiz kerak, gratulieren fe'li nemis tilida dativ talab qiladi. Misol uchun, ich gratuliere dir bo'lyapti. Ya'ni seni tabriklayman. Misol uchun, zum Geburtstag, tug'ilgan kun bilan. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Yoki boshqa misol bersak yana, wir gratulieren unseren Freunden. Ya'ni, demak, dativ jernida yozib ketaman. Biz do'stlarimizni tabriklaymiz bo'lsa, wir gratulieren do'stlar die Freunde edi, dativda den Freunden bo'ldi. Shu sababdan bu ham unseren Freunden bo'ldi. Demak, ich gratuliere dich degan xatoni endi qilmasligimiz kerak. Gratulierendan keyin dativ keladi. Yoki helfen, yordam bermoq degani. Misol uchun, ich helfe meiner Mutter. Yana bir misol uchun, der Arzt hilft. Helfen fe'li noto'g'ri tusanadi, shuncha hilft bo'lyapti. Den Patienten. Der Patient bemor degani, pluralda dativda den Patienten bo'ladi. Schmecken fe'li bu ta'mga nisbatan yoqmoq, mazaga nisbatan aytiladi. Ovqat mazasi menga yoqdi, ta'mi yoqdi degan ma'noda. Misol uchun, die Suppe schmeckt mir. Demak, ovqatning ta'mi menga yoqdi. Die Suppe schmeckt mir. Yoki der Kuchen schmeckt dem Kind. Demak, kuchen bolaga yoqdi, ta'mi yoqdi degan ma'noda dativ ishlatamiz. Demak, bugun shu fe'llarni o'rgandik. Demak, bu fe'llardan keyin endi doimo dativ ishlatishimiz kerak.
Demak, bularni savolini ham bilib qo'yishimiz kerak. Savoli wem bo'ladi, ya'ni kimga. Misol uchun, tepadan kelsak, wem dankst du? Kimga rahmat aytyapsan? Yoki kimga javob beryapsan? Wem antwortest du? Yoki kimga yordam beryapsan? Wem hilfst du? Kim deb ver qo'yib ketmaymiz. Demak, dativ bilan keladigan fe'llarning savoli wem bo'lar ekan. Kimga? Yoki wem gratulierst du? Kimni tabriklayapsan?